Menimcha bunaqa Sparklar juda ham kamdan kam qoldi, defitsit desa ham bo'ladi. 2017-yil avtomat Spark 141 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari top-toza. Holati juda ham idealniy holatda, shunda olasiz, mazza qilib haydaversangiz bo'ldi. Balon holatlari ham o'rtacha turibdi, unaqa yomon bo'lib ketmagan, yaxshi holatda. Endicha yangi deya olmaymiz. No, bemalol yana 1 yil yursa bo'ladi. Salon holatlarini ko'ryapsizlar, salon holatlari ham ideal turibdi. Qirilgan, chizilgan, dilli xira qiladigan joylari yo'q. Mana orqa taraflarini ham bitta ko'ringlar. Orqa taraflari ham yaxshi turibdi, holati juda ham idealniy holatda, gazda yurmagan mashina. Mana bagajlari ham top-toza bo'lib turibdi. Gaz qo'yilmagan, benzinni o'zida mazza qilib yurilgan. Mana bu yoq taraf apshipkalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. O'zimizning mashina, o'zimizning oilaga xizmat qilib turgan mashina, kattalashtirish maqsadida sotuvga chiqaryapmiz. Lekin mashina juda ham idealniy mashina. Kimgadir shu mashinamiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, nomer qoldiramiz. Inshaalloh chiroyli narxida qo'ldan kelgancha kelishtirib beriladi. Narxi $7,500 so'ralyapti. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, ya'ni qo'ldan kelgancha inshaalloh chiroyli narxida baraka qilish imkoniyati bor. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sotiladigan mashinalar bo'lsa bemalol aloqaga ham chiqinglar. Ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizda eng arzoni deb vahima qilmaymiz. Bizda o'rtacha narxdagi mashinalar, yaxshi mashinalar faqat bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Qo'ldan kelgancha inshaalloh ishlarni chiroyli qilib bitirib beramiz. Sotiladigan uylar bo'lsa ham, reklama xizmatlarimiz ham, mashinada ham bor. Hammasi aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.